Mana aka bilan programmalarim bo'lyapti. Inshaalloh ishimizdan tayyor bo'lib qoldi. Bitta tablo sudachni yoqib olsak bo'ldi. Multimedia tomon tablo yozmagan ishlaydi. Tablo yozib bo'ldi. Rasm o'chishdi. Kani bor. Kam bo'lsa, birinchi masala kanda. Eshik ochganda eshikdan ko'radi. Bularda mejika qo'yilgan, o'shaning uchun hisobiga 4 ta eshikni bitta qo'yishgan, 4 ta eshikni bitta ko'rsatadi. Mejikasiz bo'lsa, har bitta eshikni bittadan ko'radi. Mejika bisemdan olganda ham bitta ko'radi, bisemdan olishmagan. Eshik kirgan 4 tasini bitta qo'yishgan. Bularga kuch kontrol qilib berdik. Signal, bu multimedia ishlaydi mana. Biz o'zlarimiz pulga avtozapusga. Kuch kontrol hammasi bor. Endi tabloga sudachini yozib olsak bo'ldi. Inshaalloh ishimiz tayyor. Soat 13:49. 13:47 mana shu o'zlarining fayllari full yoziladi bu. Tablo o'chadi, 7 minutdan keyin inshaalloh ish tayyor bo'ladi.